Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning Uyg'ur bolalarni oilasidan ayirib yetimxonalarga avatganligi haqida bir doklad e'lon qildi. Dokladda Xitoyning qilmishi inson qalbidan chiqqan deb ataldi. Xalqaro kechirim tashkilotining Sunuq yuraklar va hayot bostirish natijasida parchalangan Uyg'ur oilalarining qabohatlik tushi nomli bu dokladi 19 mart juma kuni e'lon qilindi. Dokladda Xitoy zulmidan qochib boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning farzandlarini vatanida qoldirishga majbur bo'lganligi va ular bilan jam bo'la olmaganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti bu dokladni tayyorlash uchun Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmidan qochib chet elga chiqqan Uyg'urlar bilan suhbat o'tkazgan. Avstraliya, Kanada, Italiya, Gollandiya va Turkiyada yashayotgan Uyg'urlardan egallagan ma'lumotlar asosida tayyorlangan dokladda bu oilalarning farzandlarining yetimxonalarda tutib turilayotganligi bildirilgan. Xitoy doiralari tarbiyalash markazlari deb atagan lagerlarga qamlish qo'rg'onchi sababli bu ota-onalar vataniga qaytolmagan. Xalqaro kechirim tashkiloti dokladida ota-onasining roziligi bo'lmasdan yetimxonalarga avatilgan barliq Uyg'ur bolalarning qo'yib berilishini chaqiriq qilgan. Amerika bilan Xitoyning ئالياسكادىكى yuqori darajalik diplomatlari o'tirsidagi 2 kunlik jiddiy suhbat har qaysi taraflarning maydonini o'tirg'a qo'ygan kayfiyat bilan oxirlashdi. Amerika ئەمەلدارلىرى Beyjingga bo'lgan andishini aniq ifodalaganligini bildirdi. Amerika va Xitoy munosabatining kelgusi diqqat tortayotgan bir paytda Alyaska shtatida Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken va davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan bilan Xitoy Kompartiyasi markaziy tashqi ishlar ishxonasining boshlig'i Yang Jiechi va Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yini bir yerga jam qilgan suhbat oxirlashdi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken 2 kuni yig'in oxirlashganda muxbirlarga axborot e'lon qildi. Blinken mundaq dedi: "Biz bu yerga Sharqi Turkiston, Hong Kong, Tayvan va tor hujumi qatorliq masalalarda asosli Xitoy bilan jiddiylik joylarini bilib keldik. Ochiqini aytganda, biz bu masalalarni ochiq-oshkora o'tirg'a qo'yganda kishini andishiga soladigan javobga erishganligimiz hayron qolarliq emas." Xitoy bexatarlikni ko'zda tutib, Amerikalik elektronlik mashina ishlab chiqaruvchi Tesla markali mashinalarning harbiy aslahalarga kirishini cheklaganligi e'lon qilindi. Bu qaror Tesla mashinasida ko'p iqtidorli kamera sistemasi sababli chiqarildi deb ko'rsatildi. Egilanishicha, Xitoy armiyasi Tesla mashinasining harbiy bino va turalg'uga kirishini cheklagan. Harbiy qismlarga avatilgan buyruqda Tesla'ning mashinasidagi ko'p iqtidorli kamera va ultra ovoz to'lqini senzori ba'zi joylarni oshkorlashi mumkin deb ta'kidlagan. Turkiya bilan Xitoy orasida 2017 yil 5 oyning 13 kuni Beyjingda imzolangan xalqaro yuk va yo'lovchilar transport kelishimi Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning tasdiqidan o'tdi. Bu qaror rasmiy gazetda e'lon qilindi. Kelishimga asosan ikki davlat o'rtasidagi doimlik yo'lovchilar transporti va to'shish mulozimati ijozat sistemasiga bo'ysunadi. Kelishimda to'shish va 3-davlat transporti uchun to'shish hujjatlari sistemasi belgilangan. Kelishimga asosan kasbiy shoferlarga viza qulaylik yaratish bilan bir vaqtda ikki davlat o'rtasida kabinka to'shish man'iy qilindi. Yevropa İttifaqı Kengashining raisi Charles Michel va Yevropa İttifaqı Komitetining raisi Ursula von der Leyen Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bilan o'tkazilgan sin yig'inidan keyin birlashma yozma bayonot e'lon qildi. Yevropa İttifaqı Turkiyaga qaratgan embargolar uchun 3-oygacha muhlat bergan edi. 25-26 mart kunlari o'tkazilgan boshliqlar yig'inidan ilgari o'tgan yili dekabrda o'tkazilgan boshliqlar yig'inidan keyingi o'zgarishlarni muzokara qiladiganligini bildirgan Yevropa rahbarlari Siprus masalasini hal qilish uchun planlangan uchrashuvlar bilan birga Sharqi O'rta dengizidagi vaziyati va ikki taraf munosabatini muzokara qilganligini aytdi. Planlangan suhbat va Yevropa-Turkiya munosabatlarini hal qilish uchun u ustalga qo'yilganligini ko'rsatdi. Bayonotda yig'in jarayonida yana Liviya va Suriyaning vaziyatini o'z ichiga olgan texmo keng rayon vaziyati, Turkiyada sohibxonlik qilgan suriyalik musofirlar haqida fikr almashtirganligi tilga olingan.